28-aprel 2025-yil. Gortenziyani pochkalaridan qalamcha qilganimizga mana bugun rosa 1 oy bo'ldi. 1 oylik natijalarni hozir ko'rsataman. Bu yerda etapma-etap ketavergan, chislasini yozmaganman, sortlarini yozmaganman. Birinchi o'sha 28-marta qilinganlar mana bu. İşte bular yaxshi, 100% ko'kargan hammasi. Mana bundagi ham o'sha kundagilardan. Xo'p, mana bular o'sganida qanday mana bunaqangi o'sganrog'i. Mana bu yerdan kesilgan, mana ko'rinyaptimi, o'sha ikkala bargning orasidan yangi shoxlar o'sish harakatini qilyapti. Shoxlatilyapti bular. Mana bittasi. Xo'p. Keyingi etapdagisi mana bu idishda. Bunda ham hozir mana bu bitta, ikkita, uchta, 4-qator mana shu yergacha tomir otgan. Qolganlari ham shu 1 haftada tomir chiqaradi. Undan keyingi etapdagi mana bu. Xo'p, mana bu yerda o'sha bittasi tomir ko'ringanday bo'lyapti. Mana shu ikkita nuqtacha barmoq yonidagi. Mana shulardan kesib olingan mana shu. 10 kuncha bo'ldi shekilli, o'sha mana tomiri pashti bor hisob 2 kunda chiroyli tomir otib ketadi. Bu yerda masalan 6 dona, 5 dona, 4 dona, 10 ta, 20 ta har xil chiqadigan qalamchani olib qo'yilavergan. Mana shu asosiy mana shu ikkita mana shu bilan mana shu 1 oylik natija. Hammasi yaxshi, 100% yo'qotishlar yo'q. Bitta ham qurimadi. Xudoyim qurimasin. Mana shu 1 oylik natijalarimiz. Bu yerda jami bo'lib 220 donami shunaqangi 4 xil gortenziyalarimiz bor. Buni yaqinda ochiq maydonga ekiladi. Kuzatib borsalaring, ochiq maydonga qanday ekiladi, tagiga nima solinadi, shulargacha qo'yib boramiz.